Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining Abdul xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. BBC to'rining 19-aprildagi xabariga ko'ra, BBC tarafidan ko'rilgan Amerika hukumatining oshkorlangan bir hujjatida Xitoydagi dunyo bo'yicha eng cho'ng ko'lamli kuzatish kamerasi ishlab chiqaruvchi Equation shirkatining Xitoy istixborot organlari bilan hamkorlashganligi va sotuvchilar bilan bo'lgan munosabatdan foydalanib, o'z mahsulotlarini Amerika hukumatining mahsulot bilan ta'minlaydigan shirkatlarga yoshirin tarzda sotganligi bayon qilingan. Mazkur hujjatda yana mundaq deyilgan. Bunday qilish Xitoyning Amerika davlat mudofaa ministrligi qarshi suhbat ko'zlariga ega qilgan. Shundaqla Equation mahsulotlari Amerikaning ittifoqdoshlariga sotiladigan bo'lishqa, bu mahsulotlar yanada Amerika hukumatining ta'minlash zanjirlariga kirilishi mumkin. Xitoyning texnik mahsulotlari xeyli uzundan buyon g'arb ellarida andish qo'zg'ab kelgan bo'lib, Angliya bultur 11-oyda hukumat tarmoqlariga bexatarlik xavfi sababidan Xitoy shirkatlari ishlab chiqargan kuzatish apparatlarini sezgur o'rinlarga o'rnatmaslik, shundaqla mavjud uskunalarni butunlay elib o'tishni o'ylash haqida buyruq tushirilgan edi. Avstraliya hukumati bu yil 2-oyda davlat mudofaasi tarmoqlarida ishlatilayotgan Xitoyda yasalgan kuzatish kameralarini ishlatishni to'xtatganligini bildirgan. Tabiiy vaqt gazetorining 22-aprildagi xabariga ko'ra, Amerika Federatsiya tekshirish idorasi Nyu-York sho'basining mudiri Michael Driscoll 2 nafar Xitoy erining Nyu-York shahrida maxfiy soqchi punkti qurganligi davlatimizning egilik huquqiga ochiq oshkora daxli ta'ruz qilganlik degan. Egilincha mazkur atalmish soqchi punkti nomda Xitoy fuqarolarining shopirlik kinishkisini yangilishiga yordam berish degandek ommaviy mulozimatlar bilan ta'minlaydiganligini ilgari surgan bo'lsa-mu, amaliyotda u Xitoy hukumatining Amerikadagi bir nafar Xitoy nasllik huquq faoliyatchisini tepib chiqishiga yordam bergan va Xitoy doiralari uchun boshqa xizmatlarni qilgan. Albuki bu xil soqchi punktlari Nyu-York shahrida emas, boshqa shaharlarda qurilgan bo'lib, ma'lum bo'lishicha, bu punktlarning xodimlari chet ellarda yashaydigan o'qituvchilarni tepib chiqish, qo'rqitish va bostirishga urinib, Xitoyparast tashviqotlarni kuchab tarqatgan. Buningdan sirt Shimoliy Amerika va Yevropadagi nurg'un davlatlarda o'xshash ahvol ko'rilgan bo'lib, Xitoyning chet ellardagi soqchi punktlarini qurish taktikasining yer shari xarakterlik hodisa ekanligi ma'lum. Tahlilchilarga ko'ra, bu xil qilmish darvaqa shu davlatning egilik huquqiga daxl ta'ruz qilganlik bo'lib, bu xil masalaga duch kelgan Amerika boshchiligidagi davlatlarning uningga qaytargan inkosi to'liq yetarsiz va ojiz bo'lmoqda ekan. The Printer'ning 22-aprildagi xabariga ko'ra, Dunyo Uyg'ur qurultiyi vakillari o'miki Madridda muvaffaqiyatli tashviqot yig'ini ochib, Uyg'ur qirg'inchiligi, majburiy emgak va Xitoyning davlat halqagan bostirish qatorliq masalalarni tonishtirgan. 17-apreldan 19-aprelgacha berilgan bu qatimliq ziyoratga Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Esa yetakchilik qilgan bo'lib, vakillar o'miki Kengash palatasi va davlat majlisi a'zolarini o'z ichiga olgan har qaysi aloqador taraflar bilan ko'rishib, Uyg'ur qirg'inchiligi shundaqla Uyg'ur majburiy emgaki va Xitoyning davlat halqagan bostirishlar qatorliq masalalarni muzokara qilgan. Vakillar o'miki 20-aprel Barselonaga berib, vakilsiz davlatlar va xalqaro tashkilotning umumiy majlisiga qatnashgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Esa Kataloniya mamlakatlik majlis tarafidan uyushtirilgan dunyoning o'z taqdirini o'z belgilash va mustaqillik ko'rishi, muvaffaqiyat, bardam va hayot qilish temasidagi suhbat yig'inida qatnashgan bo'lib, mazkur yig'inga yana vakilsiz davlatlar va xalqaro tashkilotning raisi Edina Adan Ismoil, muavin rais Robina Greenwood va Taymur Aliyasi qatorliqlar qatnashgan. Financial Express to'rining 22-aprildagi xabariga ko'ra, doktorlarning va kishilik huquq faoliyatchilarining qayta ogohlantirishlariga qaramasdan, Xitoyda majburiy organ ko'chirish qilmishi davomli avj olmoqda ekan. 2022-yili Amerika organ ko'chirish jurnalida e'lon qilingan doktor Matthew Robertson bilan Jacob Lavi tayyorlagan dokladda bu haqda mundaq xulosa chiqarilgan. Xitoydagi doktorlar kam deganda 71 qatim mengisi texi o'lmagan kishilarning organlarini qonunga xilof holda elib olish orqali tiriklarning organlarini elib olishga bo'lmaydi degan muhim qoidani dafsanda qilgan. Ikkinchi, Xitoyda organ ko'chirish 1970-yillarda tirik mahbuslarning organlarini elib olishdan boshlangan bo'lsa-mu, ammo 1990-yillarda Jiang Zemin taxtga chiqqanga qadar bu hodisa davlat miqyosida umumlashmagan. Jinoyatga qarshi sadolar tashkilotining doklatiga ko'ra, Jiang Zemin Falun Gongni kompartiyaga qarshi tahdid deb qarab, 1995-yili 7-oyda bu harakatni tub yiltizdan quritish uchun harakatga o'tgan va Falun Gongchilarning organlarini majburiy elib olish haqida buyruq tushirgan. Amerikaning Osiyo Tinch okean ishlariga mas'ul sobiq davlat sekretari David Kilgore, kishilik huquq advokati David Matas va Londonda turishliq tekshiruvchi muxbir Esan Gotman 7 yildan ko'proq vaqt sarf qilib tayyorlagan qonliq organ ko'chirish nomli dokladda bu vaqt yana mundaq deyilgan. Oxirgi xulosa shuki, Xitoy davlati asosliq Falun Gongchilar, Uyg'urlar, Tibetlar va bir qism xristianlardan tarkib topgan kishilarning organlarini majburiy elib olib,
begunohlarni keng ko'lamda o'ldirgan. The Printer'ın 22 apreldagi xabarga ko'ra, Amerika Kengash palata a'zosi Marko Rubioning ishxonasining axborotnomasida ko'rsatilishicha, ikkili partiyaning qo'llashiga erishgan mazkur qonun loyihasi Amerikaning o'z zaminidagi va boshqa davlatlardagi Uyg'ur jamoatchiligiga bo'lgan qo'llashini oshirdi ekan. Hamda Sharq Turkistonda Xitoy Kompartiyasining kishilik huquq tafsirchiligiga uchragan Uyg'urlarning vaziyatini yaxshilashni tashabbus qildi ekan. Mazkur axborotnomada Marko Rubioning mundaq deganligi naql keltirilgan. Xitoy Kompartiyasi musulmonlar zo'r ko'pchilikni egallaydigan Uyg'urlar va boshqa xalqlarga qarata yerginishlik, irqiy qirg'inchilik va kishilik huquq tafsirchiliklarni sodir qilmoqda. Amerika bu dahshatli ziyonkashliklarga sukut qilib tursa bo'lmaydi. Men Uyg'urlarga bo'lgan tonish va qo'llashni oshirish maqsad qilgan bu qonun loyihasini qaytadan o'tirib qo'yganligimdan faxrlanaman. Shundaqla xizmatdoshlarimni mazkur qonun loyihasini tezdan ma'qullashga undayman. Buningdan boshqa mazkur qonun loyihasiga ko'ra Xitoy, Turkiya va Uyg'ur nupusi nisbatan ko'p boshqa davlatlardagi har qaysi diplomatik apparatlarga va konsulxonalarga oz deganda Uyg'ur tilida so'zlasha oladigan bir nafar diplomatik xodim hisoblash talab qilingan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga emanet.